Assalomu alaykum, Oliyjanoblar kanalining qadrli obunachilari. Barchangizga xayrli kun tilagan holda do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays Tour firmasining rasmiy ofisiga tashrif buyurdingizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga iyul oyiga umra narxlari nechta pul bo'lyapti va shart-sharoitlari qanday bo'lyapti, shular haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, umra ziyoratga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga mana shu videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni Ahrorbek bilan birgalikda davom ettiramiz. Ahrorbek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Asilbek. Charchamayapsizmi ishlardan? Salomon. Ahrorbek, hozirgi kunda safarimiz necha kunlik bo'lyapti va qayerlarga boriladi va qayerdan reyslarimiz bor, shularni birma-bir ziyoratchilarimizga bir aytib ketsak. Xo'p, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Safarimiz 14 kun mobaynida bo'ladi. 3 kun Madinada bo'ladi, 11 kun Makka da bo'ladi aka. Xudo xolasa. Reyslarimizga keladigan bo'lsa, aka, reyslarimiz Farg'onadan 8-15-20-29gacha reyslarimiz bor. Farg'ona, Jidda, xudo xolasa. Toshkentdan ham reyslarimiz bor. 7-14-21-28 iyul oyiga aka. Xudo xolasa. Iyul oyiga. Ha, Toshkent, Jidda, Farg'ona, Jidda. Ha, ya'ni Toshkentdan va Farg'onadan to'g'ridan-to'g'ri reyslarimiz bo'ladi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, agarda siz ham ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan birgalikda umra ziyoratiga safar uchun otlanayotgan bo'lsangiz, hozir ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, aloqaga chiqib joylarni bron qilishlaring mumkin. Xo'p, Ahrorbek, yana bir narsa, eng asosiysi, muhim jihatlardan biri bu gostinitsa oraliq masofasi. Madina Munavvarada qanday bo'ladi va Makka Mukarramada gostinitsa oraliq masofalari qanday bo'ladi? Shularni ham bir qota aytib o'tib ketsak. Xo'p, Asilbek aka, Madinada gostinitsamiz oralig'i 300 metrdan boshlanib 300 metr bo'ladi. 300-200 metr masofa bo'ladi. Makkada oraliq masofa 700 metr bo'ladi. 2-3 minutda piyoda yetib olsa bo'ladi. Avtobuslar bo'lmaydi. Chunki oraliq masofa o'zi juda yaqin. 2 minutda, 3 minutda yetib olishadi. Ha, demak piyoda borib kelish imkoniyati bor. Piyoda borib kelsa bo'laveradi bemalol. Hurmatli obunachilar, mana o'zlaring eshityapsizlar, juda ham sharoitlar zo'r. Gostinitsalarimiz necha yulduzli hisoblanadi? 4 yulduzli hisoblanadi. 4 yulduzli gostinitsalar hisoblanadi. Ya'ni hozirgi kunda mana shu aytib o'tib ketilgan sanalarimizga reyslarimiz bor va qabullar davom etmoqda. Davom etyapti aka, xudo xolasa. Xudo xolasa. Yana bir narsa, hozirgi kunda to'lov masalalarini ham bir qator tushuntirib o'tib ketaylik. Ahrorbek, to'lovlarimiz qanday bo'ladi? Misol to'lovlarimiz aka Telegramdan aloqaga chiqishsa, o'zlariga yaqin bank pul tushiradigan bank ofislaridan biz shot raqam beramiz, o'sha yerga tushirsa bo'laveradi. Xohlasa agar ofisimiz bor, ofisimizga kelib pul to'lov qilsa bo'laveradi aka. Ha, ya'ni rasmiy kassalar ham bor. Xohlasa o'zbek so'mida bemalol to'lovlardan amalga oshirishlari mumkin. Hurmatli obunachilar, mana o'zlaring agarda masofadan bo'ladigan bo'lsa, Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqib, Zagnam pasportni taqdim qilganlaringdan keyin sizlarga bank shot raqamlarini tashlab berishadi. Mana shu shot raqamlar orqali bemalol o'zingizga yaqin bo'lgan bank ofislaridan to'lovlarni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Agarda siz Farg'ona, Marg'ilondan ko'rib turgan bo'lsangiz, bemalol ofisga kelib, rasmiy kassalar orqali ham to'lovlarni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Xo'p, Ahrorbek, firma tomonidan beriladigan narsalar haqida ham bir ma'lumot berib o'ting. Firma tomonidan beriladigan narsalar aka, yostiqcha, samolyotda nimada avtobusda ishlaydigan kamzilchalar beriladi. Mana shunday kamzilchalar beriladi. Keyin sumka beriladi aka. Keyin bejik beriladi aka. Har bitta ziyoratchiga beriladi. Har bitta ziyoratchiga. Bular bepul aka. Tushunarli. Xo'p, hozirgi kunda narxlarimiz necha pul bo'lyapti, Ahrorbek? Narxlarimiz $1100 bo'lyapti. $1100 to'lovlar qabul qilinyapti, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agarda siz ham mana shunday ziyoratga otlanayotgan bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga bog'lanib aloqaga chiqing va o'z manzilingizni to'g'ridan-to'g'ri Centrum Holidays bilan amalga oshiring. Xo'p, Ahrorbek, xudo xolasa bitta oiladan 5 ta, 10 ta, 15 tadan odam bo'ladigan bo'lsa, chegirmalarimiz ham bo'ladimi, Ahrorbek? Bo'ladi aka, xudo xolasa. Chegirmalar ham bo'ladi, Chegirmalar qilib beramiz. Telefon qilib, qo'ng'iroq qilib, 5 ta yoki 10 ta deyishadigan bo'lsa, o'shanga qarab turib biz chegirmalarni chiqarib beramiz aka. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Bundan tashqari sayohat ziyoratlarimiz ham bormi? Bo'ladi aka, 10 dan ortiq sayohat ziyoratlarimiz bor aka. Xudo xolasa, qo'shimchasiga Qizil dengiz bonusi bor ichida aka. Qizil dengiz sayohati ham yo'lga qo'yilgan, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana o'zlaring eshitdilaring, batafsil va yana ham to'liqroq ma'lumotlarni ekrandagi raqamlar orqali olasizlar. Bizni
kuzatib boringlar. Oliyjanoblar kanalidan aslo yiroqlashmang. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiy so'zingizni ehtiyot qiling. Ahrorbek, sizga ham Sog' rahmat. bo'ling aka. Rahmat.